Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Biz Kia zavodidamiz. Bugun yangi avtomobilni ishlab chiqarishga start beriladi. Bilasizlar, Kia Kabish qimmat edi. Masalan, hamma avtomobillar bilan Cobalt, Gentralar bilan solishtirib bo'lmaydi. Onixlar bilan solishtirib. Aynan buni solishtirib va komfort bo'yicha, narx bo'yicha o'sha yerlarda o'sha hozir aytgan avtomobillarni даже ko'proq bo'lishi mumkin, yaxshiroq bo'lishi mumkin. Qaranglar, Kia K3 modeli, mana bu hozir maskirovka qilingan. Uncha-muncha modeli aniqlanmasligi uchun, lekin biz buni Dubayda, Rossiyada, Koreyada narxlarni o'rganib chiqdik hammasi. O'zbekistonda narxlarni video davomida sal keyinroq bo'ladi. Juda ham qiziq avtomobil, 4 o'rindiqlik sedan avtomobil. Mana ko'rinishi ham, balonlarni bu yerda 17 razmerlari turibdi. Ikki kabishlar bilan bir xil balonlar turibdi. Motor ot kuchlari ham даже bir xil. Ichlarida 6 ta pog'onali avtomat korobkalari bor. Hozir ikki xil pozitsiyasi bor. Narxlari juda ham zo'r bo'ladi. Videoning davomini kuzatib tursalaringiz, keyingisini qo'yib, mana shunaqa maskirovka qilingan. Mana bu yerlargacha maskirovka qilgan, lekin baribir Kia'ligi bilinib qolgan o'rtoqlar. Ishlari ham juda ham dahshat. Ketdik, zavodning ichiga kiramiz, ekskursiyasini ko'rsatib boraman. Avtomobillarni ko'rasiz, uzunligi avtomobilni 4 metr 54 sm bo'lar ekan. Balandligi 1 metr 47 sm va eni 1 metr 76 sm. Og'irligini hozircha bilmadim o'rtoqlar. Ularni ham ko'rib boramiz. Buni qaranglar. Bu yerda sanetlar, o'sha sanetlar, производственный liniyasi K3 bilan K sanetlarga bir xil. Men sanetni avval ham ko'rsatgandim. YouTube'da yana videolari bor, ularni ham ko'rib borsangiz bo'ladi. Avval ham 2024 da obzor qilgandim. Xuddi shunaqa edi, hech narsa o'zgarmagan. Toshni svarkasi o'sha yerda zavodni qaranglar, qanaqa katta u tomonda. Mutaxassislar polностью tekshirib chiqadi, butunlay tekshirib, mana yonlarini ko'ryapsizmi? Baklar. Bakka aytganimda 50 litr bo'lar ekan. Agar polni bak zapravka qilsa, balki ko'proq ham bo'lishi mumkin. Do'stlar, hozir Kia K3 avtomobilini karkas jarayoni, yig'ilish, mana bu tekshirish, defektlarni kley qilish jarayoni. Men yaqinroq kelib, men kuzovlarni ko'ramiz, qaranglar, ichlarini, eshiklari ochilar ekan. Ichlarini qaranglar o'rtoqlar, xuddi Cobaltga yoki Gentraga o'xshab, bakka ham mana bu yerdan ochilar. Benzin bakiga joy bo'ladi mana bu yerda. Orqasi, bagaji, mana ichlarini qaranglar, shuncha svarishni shovla turibdi. Har bitta tochkasi mutaxassislar tomonidan tekshiriladi. Shuma izolyatsiyasini ham ko'ramiz keyingi jarayonlarda, kraskadan keyin ularni ham. Bu yerda bamper, boshqa narsalar turadi. Karkas ham bo'ladi, plastik, ana bamperning karkasi bu yerda. Ko'rinishini ko'ryapsizmi? Narxini sal keyinroq aytaman. O'zi aytishdi menga narxini. Kraska boshqa jarayonlardan keyin, shuma izolyatsiyadan keyin ko'rsatib boraman. Do'stlar, mana lyuk qo'yiladigani faqat Gentralarga o'xshab, mana kichkina lyuk bo'laman. Agar kattaroq lyuk bo'lsa, qimmat bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun kichkina mini lyuk qo'yilgan. Oldi karkasi, motor turadigan joyi, bu yerda bamper, boshqa narsalari bo'ladi. Temirni ko'ryapsizmi, qalinidan qo'yilgan. Do'stlar, buni qaranglar, avtomobilni agar shu yerning o'zida polni shuma izolyatsiya, mana bu chassiylar, tuningchilar borki, o'shanaqa qilib shuma izolyatsiya qilsa, vobshe dahshat bo'lardi, lekin unaqa qilganda narxi ham ko'tarib ketsa, bilasizlar, bitta shu avtomobilning shuma izolyatsiyasi $500-600 turadi. Do'stlar, bu yerda karkas bilan kuzovni yopishtirish jarayoni. Mana shuncha apparatlar turibdi. Yopishtirib birdaniga hech qanaqa odam svarka qilmaydi, polностью avtomat. U tomonda ham, mana bu tomonda ham. Mana golli karkas kelyapti. Bu tomondan mana bu yerga kelsak, mana shunaqa jarayonga o'tyapti. Mana hammasi toshni svarka qilib yopishtirib tashlagan. Do'stlar, zavodning ichi juda ham katta. Kia ADM Jizzax zavodi. Bu yerda Cherry, Kia avtomobillari, Haval, yana boshqa avtomobillarni sborka qiladi, balonlarni qo'yadi, boshqa narsa qiladi. Lekin Sanet bilan K3 ni hozir 100% sborka qilyapti. Juda ham katta zavod ko'rib turibsa, 2024-yil, 2022-yil ham kelgandik bu yerga. U paytlari bu yerlar pusto edi, hech nima yo'q, faqat o'zi edi. Endi boshlayapmiz degan. Hozir mana ko'ringlar, karkaslarni qaranglar, qanaqa ko'p. Qarang, tayyor karkaslar. Mana bu bagajni, otsekni balon qo'yadigan yoki bu yerga propan balon qo'ysa ham bo'ladi. Yoki men bittasini olib ko'rsataymi, qarang. Ko'rasizmi? Do'stlar, faqat tig'li ekan, ehtiyot bo'lish kerak. Do'stlar, bu yerda karkaslarni yopishtiradigan joylari, masalan, faqat shtampovkadan chiqqan detallarni hammasini bitta-bitta qilib, asosiy karkas hosil bo'ladi. Undan keyin juda ham katta, mana bu bilmayman, 20-30 gektar bo'lsa kerak territoriyasi. Mana u tomonga ketyapti, to'g'ri ketyapti. Mana oddiy mana bunaqa detallarni olib, mana shunaqa detallarni olib yopishtirib chiqaveradi. Bu menimcha ana bu orqa o'rindiqda o'tirganda parokni tepasi bo'lsa kerak yoki korobkaning tepasi bo'lsa kerak. Mana shunaqa qaranglar. Bu yerda mana boshqa detallar bor. Mana bu yerda mana bunaqa detallar bor, qaranglar. Ko'rasizmi?
shtampovka qilingan, tayyor svarka qilingan, даже boltlargacha hammasigacha svarka qilib tayyor turibdi. Bu tomonda mana eshiklarni qaranglar. Bu menimcha Sanetni eshiklari bo'lsa kerak, chunki balandroq turibdi. Mana ko'rasizlarmi, minglab eshiklar bu yerda tiqilib yotibdi. Kia Sanet avtomobillari uchun Kia ADM Jizzax zavodi. Koreyadan kelgan yangi motorlar Kia Hyundai zavodidan har bittasida injektorlari ikkita, har bitta silindrga ikkitadan qo'yilgan motorlar turibdi. Mana ko'rasizlarmi? Endi nima edi, mana bu qimmat detali bular-ku, ichidan to'kib oladi bir xil avtoservislarda. Buni qaranglar, qanaqa yangi motorlar turibdi. Faqat oldi tortadigan avtomobillar uchun qo'yilgan. Korobkasi bilan birga zbori. U tomonda biz korobka, bu yerda o'zi korobkasi bilan birga zbori turibdi. Do'stlar, bularni bilsalaringiz kerak nimaligini, oldi amortizatorlari, ko'rasizlarmi, original detallar Kia Hyundai zavodidan kelgan. Mando deyapti, qaysi davlatda ishlab chiqarilgan bilmadim, lekin aynan Kia Hyundai zavodidan kelgan. Tushib ketmasa bo'ldi, tak. Buni qaranglar, yangiligi nima? 6 ta bolt, 5 ta bolt ekan. Ko'rasizlarmi? Shunaqa yangi turibdi. Mana bularni isman chiqib ketdi. Oldi nima deyardi? Qaranglar. Sifat ko'rasizlarmi? Sifatni o'rtoqlar. Shunaqa katta zavod qurib, mana shunaqa narsalarni har xil davlatlardan yig'ib, Meksikadan, Braziliyadan yig'ib, Indiyadan yig'ib olib kelib, mana shu yerga to'plab hammasini idalshi avtomobil ishlab chiqarish qanchalik qiyin narsa. Do'stlar, motor bilan kuzovni biz Sanetmi hozir? Ha, Sanet ekanda. Anaviga yo'qmi kauchni birga qilayotgan joylari? Yo'q, ikkalasi ham bitta joyda bo'ladi. Ha, shu yerda bo'ladi, kelsa. Konvert o'zgarib. Mana hadovoylar o'zi bu tomonda motor bilan oldi hadovoy birga edi. Bu yerda esa kuzov bilan elektrikalar o'zi hamma narsasi qo'yilib bo'libdi. Faqat eshiklar qo'yilmagan, menimcha qolgan kalibrovkalar qilinmagan. Mana bunaqa qaranglar. Detallarni ko'ryapsizmi? Har bittasini qo'yib chiqadi mana ustalar. Do'stlar, O'zbekistondagi yangi avtomobil eng birinchisi bu. Kia Couch'da eng birinchisi hozir mana shu yerdan haydab chiqib ketadi, start beradi, sotuvga, boshqa narsalarga ishlab chiqarishga. Eng birinchisi, bundan keyin kuzov, mayda detallargacha turibdi. Ular ham asosda yig'ilib kelib, kuniga bilmam nechta chiqaradi, lekin men ko'rib turibsiz, eng birinchisi mana bu yerda ham keyinlarda yaqinki mana 0001, undan keyingilari 002, 003. Eng birinchi 4-pokoleniya, eng zo'ri bu yerda turibdi. Kelinglar mana tepasida lyuki bor bu yerda ko'rasizlarmi? Ularda masalan bir xillarda lyuki yo'q, bir xillarda baloni kichkinasi, mana bu esa kattasi 17 lik disklar turibdi. Bunda ham qaranglar, 4 ta. Oldida ham, orqada ham diskli tormozlar ekan. Bu yerda 123 ot kuchli motor turibdi hozir. Asli akkuratni ochib ko'rsataman buni. Do'stlar, mana 123 ot kuchli motor turibdi, 1.6. Sanetlarga o'xshamagan bu boshqacha motor turibdi. Bu yerda o'zi Dons 1.16. Eng qizig'i ichida katta, mana bu ham 1.85 bo'lsa, mana bemalol o'tiribman orqasida. Buni qaranglar, yana qancha uzoq bo'ladi. O'zi pedal tormozga, gazga oyog'im uncha-munchaga yetmay qolyapti. Ruli qiziq ekan menga, K8'larnikiga o'xshab ketadi. Polni multimedia ruli, ekranni ko'rasizlarmi, qanaqa chiroyli qilingan. Mana bu yerda knopka upravleniyalar hammasi bor. Sensor emas ko'pi, aynan knopka qo'yilgan bu yerda. Masalan, ko'paytirish, tushirish yaqinroq kelgan. Abagrev, abduf, mana bu yerda parking knopkalari, rulda ham abagrevigacha qo'yilgan. O'rtoqlar, o'rindiqlari kombinatsiya qilingan, masalan, oddiy mato bilan kojani aralashtirgan holatda chiqargan. Sportivniy o'rindiqlar turibdi, mana ko'rasizlar, juda ham qulay qilib. Mana bu yerda podsvetkalarigacha qora patolog, lyuki ham bor bu yerda. Bu 4-pokoleniyasi, mana lyuki borligi uchun 4-pokoleniya, mana bu yerda elektronikasi antiqa qilingan. Sal buni ko'chiramiz, orqasini qaranglar o'rtoqlar. Orqasi ham qiziq ekan. Mana buni ko'rasizlarmi? O'rindiqlarni o'rtadagi bortiga ham sal pastroq turibdi. Mana bunaqa orqalari kojali qo'yilgan. Eng qizig'i baki bu yerda 50 litr ekan. Agar metan balon qo'ysangiz, propan balon qo'ysangiz, undan ham ko'paytirsa bo'ladi. Buni qaranglar, obshivkalarni juda antiqa, qiziq. Kelinglar, bu tomonni ko'rsak, bu 3-pokoleniya yoki 2-pokoleniya bo'lsa kerak. Bu motorni ko'rsak, bu yerda bittadan injektor qo'yilgan, har bitta silindrga bittadan injektor turibdi. Kia Sanetlarda esa ikkitadan injektor bo'lardi. Faralarni ko'rasizmi? Bular ham antiqa 2026-yil K5larning farasiga o'xshab ketadi. Sarentolarning farasiga ham o'xshab ketadi. Bu tomoni uzunligi avtomobilni 4 metr 54 sm, eni 1 metr 75, balandligi 1 metr 54 yoki 45 sm atrofida edi. Qo'shimcha ma'lumotlarni videoning tagida
qo'shib qo'yaman, uni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu boshqa bakalliniyasi ichini ko'raylik, qaranglar o'rtoqlar. Bu tomonda sensor edi, pult upravleniyasi. Bu yerda o'zi polni knopkalar turibdi, mana qaranglar. Современный yangi avtomobillarga o'xshab knopkalar va mana bu yerda ekrani ham kichkinaroq ekan. Kelinglar zavodga bittasini ko'ramiz, qayerdan zavod qiladi. Ularda start stop knopka edi. Bu yerda esa mana shu Sarentolarga o'xshagan, Kabishlarga o'xshagan mana shunaqa ключlari turibdi. Tak. 6 pog'onali avtomat korobkalari bor. Bu yerda faralarni yonishi ham juda qiziq, o'rtoqlar. Katta ekran, подтвердить qilamiz. Juda qiziq. Bu yerda o'rindiqlari o'zi koja emas. Unisiga qaraganda bunisi koja emas. Buni orqasini ko'ringlar, mana bunaqa tabletga metan balon yoki propan balon qo'yish uchun joy ham bor. Orqasi juda ham katta, bilmadim necha litr. 100 talik balon bemalol qo'yib ketaversalaringiz bo'ladi. Baribir qo'yadi hamma, chunki sanitda ham ko'rganman, qo'yib olgan, propan ham, metan ham qo'yib olgan. Bunda ham qo'ysa kerak. Kelinglar, bu pakalliniyalarni ko'rsatamiz. Bunda nimasi bor? Bunda ham menimcha hammasi bir xil, ularga o'xshab. O'rindiqlari matodan qilingan. Knop orqasini ochib bu yerda ham bor. Orqasi hammasi bir xil, taxminan bir xil. Mana bamperi sal boshqachaga o'xshayapti menimcha. Kraskalikmi, oqi? Kraskali emasmi? Ha. Mana bunisi ikki xil ekan. Mana bu detali sal boshqachaga o'xshayapti. Do'stlar, ichkari juda ham shovqin edi, muzika ham, odam ko'p edi, bizga xalaqit berayotdi. Aynan biz test drive jarayoniga keldik. Mana Kia Startni boshlab turibmiz. Buni birinchi bu o'zim ham haydab ham ko'rdim. Ko'ryapsizlar, qanaqa katta avtomobil. Narx aytganimdek $20 ming atrofidagi mana shunaqa qora, chiroyli, toychoq. Bu yerda 17 lik disklar turibdi. Ayrimlarda 16 yoki 15 ligi ham bo'lar ekan. Oldi, orqasi tormoznoy diski, baraban emas. Ko'p avtomobillarda ko'rgan bo'lsangiz, arzon avtomobillarda barabanlik bo'lardi. Bu yerda o'zi tormoznoy disklari turibdi. Ichi ham katta. Ko'rganlaringizda bu yerda sensorli panel, masalan, 3 xil, 4 xil pozitsiyada. Bir xillarda knopkali bo'ladi, bir xillarda sensorli panellar qo'yilgan. Ruli ham menga yoqdi juda ham. Agar buni almashtirib akvaprintli qilsa yoki yog'och vstavkali qilsa va undan ham dahshat bo'lsa kerak. Podrulevoy lipistoklarigacha turibdi bu yerda. Skorostlarni o'zgartirish. 6 ta pog'onali avtomat korobka yoki mexanika korobka bo'lsa, 6 ta pog'onali mexanika korobkalari ham bo'lyapti. Aytganimdek, narxlari $20 ming atrofida bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Keyin motorni yana boshqatdan ko'rsataman sizlarga. O'chiraylik. Sanetlarda motorda injektorlari har bitta silindrga 2 tadan bo'lardi. Bu yerda esa bittadan qo'yilgan. Bu 123 ot kuchli motori, 1.6 123 ot kuchli motori. Juda ham ko'p mana shunaqa elektronika boshqa zapchastlari Koreyadan va 4 ta 5 ta davlatdan keladi. Kia Hyundai zavodidan, o'rtoqlar. Yaqinroq kelib ko'rsadik. Motor podushkalariga xuddi Gentra'larga o'xshab, ana Lacetti 1.8 larga o'xshab motor podushkalari ham mana baland qo'yilgan. Keyin ABS, boshqa sistemalar, xavfsizlik sistemalari ham bor. Adashmasam bu yerda oldimizdagi avtomobilga tez kelib qolsa, o'shani ogohlantiradigan sistemalarigacha bor, o'rtoqlar. Aytganimdek, avtomobilning uzunligi 4 metr 54 santimetr. Og'irligini hozircha bilganim yo'q, lekin mana bu DHO kunduzgi yonuvchi chiroqlari ham dahshat. Buni qaranglar, pavorotniga pastda qo'yilgan. Buni tuning qilish shart emas. O'zi masalan ko'p avtomobillarni sotib olganingizdan keyin tuning qilinardi. Bular esa tuning qilish shart emas, chunki tayyor turibdi. Buni ko'rasizlarmi, dublyorlarigacha qo'yilgan. Mana bu yonboshli dublyor pavorotlarigacha. Orqasi bak aytganimdek 50 litrli bak qo'yilgan. Agar to'liq gorlishkagacha solsangiz, zapravkalarda solganingizda 55-60 litrgacha ketishi mumkin. Balonlarni ko'rasizlarmi, kumqodan qo'yilgan. Razmeri mana 205-50R17. Topoviy komplektatsiyasida eng zo'r baloni, eng zo'r motor qo'yilgan, hammasidan turibdi. Orqasi ham chiroyli, buni qaranglar. Boshqacha antiqa qilingan, strogi, ortiqcha detal yo'q orqasida. Bachkana qiladigan detal yo'q, hammasi strogi turibdi. Faqat bitta nomerni 777 dan bosib olsangiz, vobshe juda zo'r bo'ladi. Topoviy avtomobillarda mana bu yerda ko'rgan bo'lsak, uzunligi 5.45, eni 1.76 va bo'yi 1.47 balandligi, ya'ni g'ildiraklar bazasi 2.67 bo'ladi. Ikkita g'ildirakning o'rtasidagi joyi. Clearance bu yerda ko'rsatmagan. Lekin clearance shu 20 sm, shu atrofda 17 yoki 20 sm. Euro 5 bo'lyapti. 4 qatorli silindrlar qo'yilgan. Rasxodi, dvigatel hajmi ko'rsatilmagan, lekin rasxodi ham ko'rsatilmagan. Men adashmasam 1.6 yo'q, 1.6 depan 4.5, 5.5, 6.5 haydashingizga bog'liq bo'lsa kerak.
Tak, zavod, ha, avtomobil zavod bo'lib turibdi. O'rtoqlar, bu yerda qaranglar, mana o'zini беспроводный zaryadkasi topoviy versiyasida USB, keyin USB Type-C, mana bu yerda sensor. Prostoy versiyalarda bir xillarda mana bu yerda oddiy knopkalar ham turibdi. Buni qaranglar, o'rtoqlar. Avtoni yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Avto 3 ga ham qo'ysa bo'ladi. O'zi sovutadi, o'zi yaxlatadi. Eng qizig'i menga yoqqani, bu yerda mana bu ключlari, o'rtoqlar, Kia K8, mana bu qimmat modellarniki bilan bir xil, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Mana shunaqa oddiyroq versiyalarda ham o'sha eng qimmat avtomobillarniki bilan bir xil qilgan. Masalan, Sarentoniki bilan yoki boshqalari bilan. Va aytganimdek, mana o'zimizni yo'llarimiz. Remont to'xtaman. Passajirni to'qish kerakmi? Shartmasa? Tashqari rosa issiq bugun Jizzaxda issiq, menimcha 30 gradus, agar haqiqiy faktiski 30 gradus bo'lsa kerak, mana konditsioner ishlab turibdi, shunisi ham lekin maza qilyapman ichida sovuqroq bo'lib, tashqarida issiqchida bo'lmay. Ko'rasizlarmi qanaqa joydan o'tyapmiz. Bu o'zimizning Samarqandning yo'llari desak bo'ladi yoki Jizzax bilan Sirdaryoni Sardoba yo'llari desak ham bo'ladi. Mana men bu ham xuddi ana 20 zapravka borku, metan zapravka, o'shani oldi desak ham bo'ladi. Ataylar 12 tami 13 ta viloyatni yomon yo'llarini imitatsiya qilib qo'yibdi bu yerda. Shu har xil viloyatlarda haydaladi shu avtomobillar deb. Mana men bu ham bruschatka qilib tashlagan, g'isht, xuddi Toshkentda Xonobod ko'chalariga o'xshaydi. U yerda ham g'isht terganda, bu yerda ham mana bruschatka terilgan turibdi. Keyin hozir biz ana estakadaga chiqamiz. Estakadada ruchnoy tormozda boshqa narsalarni yana boshqatdan sinab ko'ramiz, o'rtoqlar. Estakadaga chiqqanda tormozni bosib, mana ruchnoy tormozni tortamiz, mana qo'yib yubordim hamma narsani, oldiga ham, orqaga ham yurib ketgani yo'q, o'rtoqlar. Xuddi shunday qo'yib yuboramiz. Mana qaranglar, gaz bosamiz, birdaniga yurib ketaveradi. Ana bu orqaga salgina yurib ketmaydi. Orqadagi avtomobillar uchun ham xavf tug'dirmaydi. Xuddi shunday mana bu oldiga qo'yganimizda ham, agar tog'li hududda yashasangiz, mana ruchnoy tormozni tortamiz, mana bemalol turibdi. Ko'proq tortsak mana. Ko'ryapsizmi? Naklon oldi bamper tegadimi, yo'qmi, ularni ham sinab ko'rsa bo'ladi shu yerning o'zida. Bu hali siroy test drive jarayoni, boshqa test drive jarayonlar bo'ladi. Masalan, tog'larda o'zimiz haydab ko'ramiz. Kuzatib, mana shu videoni kuzatib tursalaringiz, shu kanalga podpiska bo'lib qo'ysangiz, обязательно ularni ham chiqarib boramiz, o'rtoqlar. Narxi yoqqan bo'lsa, o'zlaringiz kommentariyada yozingiz, sizga yoqdimi, yo'qmi, avtosalonlarga kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Men shu avtomobilni keyin yana avtosalonda imkoniyat bor, test drive qilib o'zlaringiz shahar ichida 5-10 kilometr atrofida haydab ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Do'stlar, test drive'da mana shuncha blogerlar hamma ishtirok etyapti. Agar ular ham menimcha chiqarsa kerak o'zlarining fikrini. Bizga yoqdi avtomobil, faqat narxi 20 ming ekan. Ko'rinishi mana shunaqa. Kia K5 qimmat edi, bilasizlar, shuning uchun ko'plar ola olmasdi. Shuning uchun mana shunaqa arzonroq modelini ham chiqaryapti. Bundan arzoni Kia Sonet bo'ladi, bilasizlar narxini. Bu esa mana shunaqa o'rtacha modeli.